Chambil qishlog'i haqida ketmoqda. Osmonga bulut chiqsa yurak hovuchlaymiz, chunki uylarimiz tizza bo'yi suvga ko'miladi, deydi manzil aholisi murojaatni yaqindan o'rganish uchun hududga borgan muxbirimizga. Mas'ullar yordamidan allaqachon umid uzgan aholi suv yo'lini yo'naltirish uchun ishlatiladigan beton quvurlarni xarid qilib ham bo'lishgan. Lavhada masalaga yechim qay tariqa berilgani ochiqlandi. Tepadan qaraganda ushbu qishloqdagi ajoyib manzara ko'zni quvnatadi. Biroq mazkur joyda bir muammo bor. Ushbu muammoni yaqindan o'rganish maqsadida biz Chambil qishlog'iga keldik. Muammo shundaki, yomg'ir yog'di deguncha chambilliklarning ko'ngliga g'ulg'ula tushadi. Mahalladagi pastlikda joylashgan ko'chalardan biri suvga to'ladi. Chambil mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Chambil qishlog'i Chiroqchi tumani markazidan chamasi 40 kilometrlar uzoqlikda joylashgan. Aholi vakillarining aytishicha, sel kelgach, mana bu yerdagi katta ariq to'lib, to'g'ri ushbu ariqni tagidagi turbadan o'tib boradi. Ushbu boradigan suv aholi vakillarini xonadoniga kirib borganligi ma'lum bo'layapti. Hatto bu yerda e'tiborsizlikdan mana bunday chiqindilarni tashlab ketilganligi holati ham kuzatilyapti. Xo'sh, bu muammoga qanday yechim topish mumkin? Mavzuni biz yaqindan o'rgandik. Ayonki, mahalla odamlari bundan bir necha yillardan buyon aziyat chekishadi. Ko'p tashkilotlarning eshigini taqillatishdi. Biroq afsuski, foydasi bo'lgani yo'q. Yillar mobaynida juda ham sel suvidan aziyat chekib kelyapmiz. Bir necha xonadonlarga kirib ketdi. Osmondan yomg'ir tushgan paytida mana shu tepalikka, adirliklarga suv yig'ilib, to'xtashi bilan yo to'xtamasdan mana shu pastga og'ib keladi tagin. Maktabga bolalarni kelishga xalaqit beradi. Yo'llarda yurib bo'lmaydi. Mana darvozalarimizni oldiga qop bilan tuproq uyib, sop qo'yamiz, ichkariga kirib ketmasin deb betonimizni ko'taramiz. Bu yiliga shu sel bilan qo'shilib kelgan loyqa yana betonni ko'mib ketadi. Umuman bir yurishda imkoniyati yo'q. 150 million bo'lsa, keyin masalan mutaxassisi, texnikasi bo'lsa, ishimiz bitadi. Undan keyin ham yo'lni ham tozalashimiz kerak. Yashab turgan uyi ko'chaning boshida joylashgan Ro'yob Xolovaning xonadoniga suvning to'g'ridan to'g'ri kirib borishi onaxon va uning oila a'zolarini qiynab kelyapti, afsuski. Mashida yigitlar omon bo'lsin, Xudo baraka topsin. Mashida shunday yomg'irga, suvga, yaxtlik beliga davr mana shu suvga kirib mashida tozalaydi. Musorga qarang. Shu musor to'lib ketgan. Mana shu mening darvozam tikka. Shunday agar mana shu musorlar olinmasa, meni umuman uyim ketadi shundan. Faqatgina bizlar 3 oygina yozda shu emin erkin yotamizda. Undan yog'i mana kuz, bahor, qish fasllari osmonga bulut chiqsa, yuragimizni hovuchlab turamiz. Mas'ul tashkilotlarga murojaat qilaverib charchagan aholi vakillari axiri o'zlari pul yig'ib beton quvurlarni xarid qilishdi. Biroq bu yetarli degani emas. 150 metrda olib kelamiz, yana bir 100 metrda turba kerak. Agar nima qiladigan bo'lsa, yordam qiladigan bo'lsa, shuni turbaga yordam qilib, kumush nimalariga mutaxassislar chaqirib shuni qilib bersa, mana bu yerda o'tadigan suvni bir masalasi yechilaydi. Ma'lumot o'rnida shuni qayd etish o'rinliki, ushbu beton quvurlar o'rnatilsa, yig'irilgan suvni to'g'ridan to'g'ri qishloqdagi daryo o'zaniga chiqarish imkoniyati bor. Mazkur masala yuzasidan biz mas'ullarga qo'ng'iroq qildik. Yuzaga kelgan holatlarni bartaraf qilish uchun aholi tomonidan olib kelingan turbalar, galereya turbalarini o'rnatish uchun hozirgi kunda mutaxassislar jalb qilib, texnikalarni jalb qilib, yordam berish bo'yicha bizda ishlar olib boryapmiz. Mutaxassislar o'rganib chiqadi uni. Avvalambor keyin kerakli texnikalarni, kerakli nimalarni jalb qilamiz. 2025-yil kuzgi mavsumgacha ushbu hududdagi turbalarni to'liq ustunovga qilib, sel suv toshqinlariga qarshi ishlar, choralar ko'rilishi bo'yicha ishlar olib boramiz. Xayriyatki, mana shu kuzatilgan holat ortidan hech bir fuqarolarga tan jarohati yetmagan hamda yashash xonadonlariga ham ziyon yetmagan. Ushbu holat ko'p yog'ingarchilik ortidan ariqlardagi to'planib qolgan chiqindilarning o'z vaqtida tozalanmaganligi ortidan suvlarning ariqlarda to'lib oqishi kuzatilgan hamda ayrim xonadonlarda suvlarni qisqa muddatli to'planib qolish holatlari kuzatilgan. Asosiysi bu muammoni shunchaki tashlab qo'ymasdan hal etish butun qishloq odamlari, chambilliklar uchun foydadan xoli bo'lmasdi. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Jamshid Sultonov, Qashqadaryo.